Menaka tushing, singlim, menaka tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Kamila Lo'lamidingiz? Aka nima bo'pti? Men tanibyapsizmi? Men Kamila Lo'la blogerman. Ya men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda Open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Hozir telefon qilishim boraman, akalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizni. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustizdan, singlim. Tushyapti, hozir 1 minut hal qilib yuboraman, aka. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Kamila Lo'la bloger. Yurur ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turabga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Voy Lola pipimidik. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim Open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vashi tushmayapti pulingiz. Nimaga tush aldavoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Akalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi inshaalloh bor, dam soldirib kelaman. O universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi demişlar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, ana talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. Hozir men Termizdaman. Sen manaqaga? Sen kim eding sen? Papilomanmi, kim eding? Akam Kamila Lo'laman. Qani mana 20 mingga ber bu yoqqa. Уже перебор, jonga tegyapsiz, akam. Zanim aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, akam. Menga qara, menga. Seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jin